Chilan tortning o'lchimini bugun sizlarga olib keldim do'stlar. Intayin tafsilotlarga o'tib qo'ymay, video yurak berib saqlab olgandan keyin oxirigacha to'liq ko'ringlar. Ham intayindek pez chiqaruvchimi oldi bilan 10 tal tuxumni dadanchiga chiqib olgandan keyin buningga 400 gram oq shakarni to'kib, dadanchini tez xodda mangdursizlar. Oilda qilgan do'stlarimiz qo'l chalg'ida qilsanlar bo'laverdi. Men bugun do'konda cho'ng o'lchamni chiqargan, shunga cho'ng dadanchi ishlatdim. Ondan tayyor mushu chilan qiyamidan 500 gram chilan qiyamiga suv maydan 400 gramni aralashtirib qo'limizda chilib olamiz. Ondan tuxumni ko'pib tayyor bo'lgandan keyin dadanchiga to'kib, yana davomli buni tez xodda aylantirsizlar. Chilan bilan mushu tuxum to'liq aralashib bo'lgandan keyin oxirida un qismini to'kamiz, ya'ni 500 gram un, 10 gram soda, 15 gram podani silib, yana davom aralashtirsizlar. Eng oxirida ondan 200 gram sutni to'kib, bir qator aralashtirib etgandan keyin aralashtirimizni mushunda qilib bo'lsa, qilib qisqib chiqarsanlar bo'ldi, yoki bo'lmasa cho'ng'izga bevosita to'kib pishirsanlar bo'ldi. Ondan ustiga oq tunji chechib etgandan keyin duxovkani 160 da 160 qilib 50 minut atrofida pishirsak tayyor bo'ladi. Ta'min tayin pezi do'stlarga cho'qim qilib yiqinglar. Ondan aqsizlar TikTok'larimni quryapman. Videolar nomerim 177 99 55 40 34. 177 99 55 40 34. Sizlarni saqlayman. Xayr xo'sh.